Ota bobolarimiz oldinlari yemni mana shunaqa joduda maydalashardi. Undan keyin mana bunaqa drabilkachalar chiqdi. Ya'ni 2015-yilda shu drabilkalar chiqqan. Bu drabilkaning minus tomoni do'stlar, ya'ni motori kir mashina motori bo'ladi. Buni shunday tashlaydigan bo'lsangiz do'stlar, mahallangiz so'kini tortadi. Eng qizig'i faqatgina quruq somon chiqaradi xolos. Endi zamon rivojlanib 5 oyga garantiya beriladigan qo'li quruq tanlamaydigan drabilkalar vaqtiga yetib keldi. Bularimiz do'stlar bemalol 50 ta mol 100 ta qo'ydi bemalol boqoladi. Eng qizig'i qopqoqlarini yechilishiga ahamiyat bersalaring do'stlar, mashinetimizda shunday bo'shatamiz-da. Bo'shatib olib turib mashinatimizni shunday chiqarib bersak, shu bilan yechilgan hisob bo'ladi. Yana tikmaysiz bo'laveradi. Yonlarda rezinkalargacha bor. Eng muhimi qozonlariga keladigan bo'lsak, qozoni 0.8 litr bilan 1 litrdan bo'ladi, ya'ni qorin qo'yib yormaydi. 5 oygacha garantiya bor aytganimizda. Eng qizig'i do'stlar, bonus tariqasida mana bunday nasatkasi, undan tashqari do'stlar 4 xil setkasini bonus qilib berishar ekan. Kimgadir qizig'i bo'lsa, eng kichigi ya'ni 22 ta tishdan boshlab turib 50 ta tishgacha bo'ladi. Mis, alyumin farqi yo'q do'stlar. Motorlarga keladigan bo'lsak, 3.5 kilovatdan boshlab turib 6.5 kilovatgacha bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka mutlaqo bepul. Uyingizga borgandan keyin pulini sanab bersangiz bo'laveradi. Narxlari aytganimizda 2 million 200 ming so'mdan boshlab yog' ketsa, biz turgan joy Farg'ona viloyati Tashlag'dagi Yashin drabilkalarda turibmiz. Bu oddiysi. Endi